Mana ertalab kasb-korga ketyapsizlar yigitlar. Tahorat bilan chiqing. Ishingizga borguningizga qadar istig'for aytib boring. Hasan Basriyning huzurlariga bir yigit keldi. Haqqimga duo qiling, hech ishim yurmayapti. Alloh bir kasbimga barakot bersin deganda, istig'firillah, Allohga ko'p istig'for aytgin dedilar. Istig'for tilinglarda ko'proq istig'for bo'lsa, rizqning mo'l bo'lishining sabablaridan bittasi. Kasb-korda qaysi biringiz nima kasb qilasiz? Hayolingizda, fikringizda faqat pul topish emas. Fikringizni to'g'rilang. Alloh bola chaqamni boqishni menga shu yo'l bilan nasib etdi. Men shu yo'lda xalqimga xizmat qilyapman. Mana ertalab kasb-korga ketyapsizlar yigitlar. Tahorat bilan chiqing. Ishingizga borguningizga qadar istig'for aytib boring. Hasan Basriyning huzurlariga bir yigit keldi. Haqqimga duo qiling, hech ishim yurmayapti. Alloh bir kasbimga barakot bersin deganda, istig'firillah, Allohga ko'p istig'for aytgin dedilar. Istig'for tilinglarda ko'proq istig'for bo'lsa, rizqning mo'l bo'lishining sabablaridan bittasi. Kasb-korda qaysi biringiz nima kasb qilasiz? Hayolingizda, fikringizda faqat pul topish emas. Fikringizni to'g'rilang. Alloh bola chaqamni boqishni menga shu yo'l bilan nasib etdi. Men shu yo'lda xalqimga xizmat qilyapman.